Portfelingizda hozir necha pul bor? Hozir 300 ming dollar atrofida. Portfelingizni qancha tez tekshirib turasiz? Haftasiga bir marta qarayman, yetadi. Eng yaxshi va ko'p foyda olib kelgan aksiya sizda qaysi bo'lgan? Nvidia 5 barobarmi daromad bergan. Eng katta minusga kirgan summangiz sizda qancha bo'lgan? Aksiyalarda umuman minusga kirmaganman, lekin prosatka bo'lgan, 10% prosatkalar bo'lgan portfelim. Hozir sizda 1 million dollar bo'lsa, qayerga investitsiya qilgan bo'lardingiz? Tak, bu pullar yarmini ETF ga ishlatgan bo'lardim. Keyin 20% bu dividend beradigan aksiyalar, 10% ko'chmas mulk, 10% oltin va qolgan summani tez o'sadigan aksiyalarga kirgizgan bo'lardim. O'z investitsiyani necha yoshdan boshlash kerak deb hisoblaysiz? Birinchi qo'lingizga daromad tushishi bilan boshlasangiz bo'ladi. O'z oylik daromaddan o'zi necha foizini ajratish kerak investitsiyaga? Minimal 10% maslahat beriladi, optimal miqdor bu 30% atrofida, lekin qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Tezroq moliyaviy maqsadingizga erishasiz. Hozir investitsiya qilish endi boshlayotganlarga bitta maslahat bering. Mani sahifamga obuna bo'ling, kommentariyga dars so'zini yozing va men sizga investitsiya bo'yicha darsligimni bepul yuborib qo'yaman.